Ezgu tilaklarni aytamiz takror. Muborak kunlarning bahonasida samimiy mehrimiz etamiz izhor. Shunday qutlug' kunning ostonasida. Tiriklik in'omi o'zi saodat, har olgan nafas uchun keltir shukrona. To'rtta muchamizni etib salomat, Arafa kuniga yetkazdi yana. Qalblarga jo bo'lib mustahkam iymon, haq degan qo'llarga sof duo to'lsin. Musulmon dindoshim, do'sti qadrdon, Arafa kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan ulug' hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga omad, qo'llaringizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga ishonch ato etsin. Qalbingizni Alloh, dilingizni bismillah, dilingizni iymon, qo'llaringizni Qur'on hech qachon tark etmasin. Hayotingiz davomida sizga Ka'ba ziyorati, Qur'on tilovati, duo ijobati, iymon halovati, til salovati, aql shijoati, oxirat farog'ati, sabr qanoati, baxt saodati, tan salomatligi doimo hamrohingiz bo'lsin. Sizni va yaqinlaringizni kirib kelayotgan muborak ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz biz uchun muhim insonsiz. Har doim o'zingizni biz uchun asrang. Salomat bo'ling. Ezgu tilaklarni aytamiz takror. Muborak kunlarning bahonasida samimiy mehrimiz etamiz izhor. Shunday qutlug' kunning ostonasida. Tiriklik in'omi o'zi saodat, har olgan nafas uchun keltir shukrona. To'rtta muchamizni etib salomat, Arafa kuniga yetkazdi yana. Qalblarga jo bo'lib mustahkam iymon, haq degan qo'llarga sof duo to'lsin. Musulmon dindoshim, do'sti qadrdon, Arafa kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan ulug' hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur,